Men qara o'g'lim. Mendan keyin bu uyga kattasi sensan. Onangga, opangga, ukalaringga g'amxo'rlik qilgin. Men pulni ol. Uyga bu narsa kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, tez borib olib kelib bergin. Ularni xafa qilma. Ularga tabassumli bo'l. Men yo'g'imda bu uy erkagi sensan. Ular bizga suyanishadi. Tushunding-a? Dadangiz o'lib qolgandan keyin shunaqa deyapsiz? Baroqa. Xayr, dada. O'g'lim, yaxshimisan? Charchadim dada. Ha yo'q. Sen charchasang, butun oilang charchaydi. Sen oila boshlig'isan. Erkaklik mas'uliyat. Shuni unutma o'g'lim.